Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar. 2026-yilda ham tunakafon ishlarimizni qilib uyda egasiga topshirishda davom etyapmiz. Hozirgi xonadonimiz Andijon viloyati Paxtaobod Huvaydo degan mahallasida yana bir xonadonimizni tunakafon ishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizga 035 listimizdan ishlatganmiz. Bu xonadonimizni hozir sizlarga to'liqligicha qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Video davomida xudo xolasa sizlarga hamma ma'lumotni berib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Paxtaoboddagi ishimiz har doimgidek ko'cha tomonidan o'stirmadan boshlaymiz. Bu xonadonimizni ufshi hisobi 152 kvadrat tunaki ishlatganmiz. 46 metr tarnov qo'yib berganmiz va bitta oyna rombiyda oynasi hisoblanadi. Oynasidan qo'yib berganmiz. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha bu xonadonimizni videosini obzor qilib beraman. Bu xonadonimizni ko'cha o'stirma shapkasi bu chekkadan narigi chekkagacha 23 metr shapka bo'lgan darvozaxonamiz bor, ichki shapkalarimiz bor. Bu joyimizga ham tarnovlardan o'rnatib berganmiz. Shunaqa chiroyli fasollardan birida qilib berganmiz. Darvozamiz ham o'ta go'zal holatda o'rnagan ekan. Shuni evaziga ko'riblarimiz ham chiroyli holatda bo'lib o'tgan. Xudo xolasa chiroyli go'zal holatda qilib berganmiz. Ichkari tomonlarini ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Har doimgidek ko'cha tomondan kirganimizda darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamiz eni 345 ga, uzunligi 745 lik darvozaxonamizga shunaqa go'zal holatda go'zal tunakafonlarimizdan qilib berganmiz. Ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Ichkari tomon o'stirma shapkamiz bor. Ichkari o'stirma shapkamizni ham uzunligi ko'cha tomon bilan bir xil 23 metr. Tarnovni tag tomonidan duvoligacha 1.10 santimetrlik shapkamiz. Shunaqa holatda qilib berganmiz. Darvozaxonamizni to'liqligicha bitta videoga tushirib qo'yaylik. Ko'riblari ichida, narigi tomonda ko'riblari bor, bakavoylari bor. Shu fasonda bu xonadonimiz aytgan razmerlarimiz bo'yicha 152 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 46 metr tarnov qo'yib berganmiz. O'fshi hisobi 22 million 700 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Bu 152 kvadrat tunakani ichida bu joylarimiz ham bor. Bu joylarimiz oldin DVP bo'lgan. DVPni olib tashlab turib, endi shunaqa holatda ko'rib qilib berganmiz. Biz xizmatimiz vodiy bo'ylab, masofani farqi yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni qilib beramiz. Tunakafon agar fasadga tunakafon qilish kerak bo'lsa, darvozaxona, ichkari tomon, shapkalar, ayvonlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka shahrida, seximiz ham shu Asakani shaharida seximiz ham bor. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. 4 xil listimiz bor, 03 bor, 035 bor, 037, 04 listimiz bor. 120 mingdan 140 ming so'mgacha hisobimiz chiqaveradi. Bu joyimizda 035 listimizdan bo'lgan 130 ming so'mdan jami xarajati ichida qilib berganmiz. Tarnovi metrga bo'ladi. Agar kosmos qo'yiladigan bo'lsa, kosmoslarimiz ham alohida bo'ladi. Agar shu ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, tarnovingiz bo'lsa, shu chekkagicha polniy 130 mingning ichida hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Usta haqqi, samarangiz, lesa, xullas hamma tomonlama. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'rayapti, bu yaltiroq joylari bor, mana do'ppilarini alohida hisoblaysizlarmi degan savollar bo'lyapti. Alohida bo'lmaydi. Tunakani hisobida kirib ketadi bu ham. Masalan, bu xonadonimizga, masalan, darvozaxonasiga 100 ta shunaqa bo'ladigan bo'lsa, kvadrati misol 0.5, yarim kvadrat tunaka ishlatilgan bo'lsa, yarim kvadrat tunakaga olinadi. Unaqa alohida bo'lmaydi. Alohida qilinadigan tunaka meni o'ylashimcha bizda yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.